Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Odiljon akamizning xonadonlarida olib bormoqdamiz. Akalar, bugungi video syomkamiz akalar dehqonlardan ham chiqaring degan obunachilarimiz bo'lardi. Akalar, mana birinchi qo'l dehqon akamizdan xudo xolsa chiqaramiz. O'zlari videoga chiqishdi, xohlamadilar. Bu qo'chqorlarning barcha ma'lumotlarini shaxsan o'zim berib o'tishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib akalar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa shunaqa zotli qo'ziqo'chqorlardan chiqarishga harakat qilamiz. Bo'lmasa videolarimizni boshladik. Bugun haftaning shanba kuni 28-iyun 2025-yil akalar. Bugunga ko'p emas, 2 dona qo'chqorni zo'ridan chiqaramiz xudo xolasa, udoridan akalar. O'zi 20 ta, 25 ta qo'chqorlari bor. Bemalol yana telefon qilaverasizlar. 2 donasini sizlarga ko'rsatib taqdim etamiz akalar. Birinchisiga bu qora bayir qo'chqorimiz mana akalar. Juni simjun akalar mana. Toza simjun, o'ta o'zi qo'raygan jonivor. Chiqqancha yomon qiynadi. Qo'yga qo'shgani bo'lsa akalar mana tayyor jonivor. Yemlangan, yemda turgan. Quyoshda yaltillaydi qo'chqor, biz salqinda olyapmiz akalar. Dumbasi ham tik dumba mana. Bu holi akalarimiz ko'pchilik so'rashadi. Pichilib ketmaydigandan bo'lsin deydi mana akalar. Dumbasi umuman pichilmaydi. Tikka dumba, raketa dumbadan mana. Oyoq keniklari ham joyida. To'mushni oyoqlari stakan tuyoq akalar mana. Ko'rishingiz mumkin. Tushlari ham tabaqli mana bo'yinlari. Tishi ikki akalar. Endi tishini ochib ko'rsatamiz, o'ta hurkak. Arang ushab turibdi. Mana. Yevichlari zo'rda xolsa. Bo'yini akalar 85 plyusga beraveramiz. Telefon qilsalaring o'lchab ko'rsatib berilaveradi akalar. Dastlabkasi xudo xolasa kelishilgan holda akalar. Toshkentgacha bepul qilib beramiz. Undan uyog'iga kelishamiz. Samarqand, Buxorolarga ham chiqaryapmiz akalar, kelishilgan holda. Mana ko'rishlaring mumkin. Toza simjon akalar mana. Bo'yinlari ham yiltirdan mana. Jonivorlar. Haqiqiy simjon akalar. Jonivor. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, bu Odil akam bu narxini 9 million dedilar. Biz narxini tushirib, hech 8 millionga tushirdik akalar. Mana 8 million qo'chqor narxi akalar. Telefon qilsalaring yana sunnatiga ozmoz xayr qilib beradilar. Agar kelib tepasida ko'rib tanlab olaman desalaring ham akalar, qo'rada 20 ta qo'chqor bor. Udordan o'zlari bitta tanlab yemga tashlaganlar akalar. Mana. Xudo xolasa yoqqanini kelib tanlab olarasizlar xudo xolasa. Lakkasalar tashlab berishadi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa telefon aloqa chiqarasizlar. Endi keyingilar navbat. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyasiga haqiqiy qo'chqorni gigantidan chiqdi akalar mana. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin akalar mana o'ta katta qo'y mana. Jonivorni qaranglar akalar. Yoshi ham o'ta yosh jonivor. Endi ikkichga o'tgan akalar. Mana shuni qaranglar akalar. Kam dumbasidan akalar mana. Bu qo'chqor Qirg'izistonniki mana. Dumbani qaranglar akalar. Haqiqiy raketa dumbadan. Mana. Oyoq kengliklari o'ta moshni jonivor. Badani ham o'ta semiz. Mana akalar. Eti zo'r. Buni akalar o'z tirik yesi ham 100 kilo chiqadi. 100 kilo ag'bag'ida akalar. Mana. Dumbani qaranglar, tikkaligini. Jonivor. Tishi akalar ektish. Qulog'i ham butun akalar jonivor akalar. Quloq tomirlari ham ko'rinib turibdi. Zoti toza xudo xolasa. Agar buni sizlarga ham bitta baho beramiz. Tishini ham ko'rsatib qo'yinglar mana akalar. Mana. Endi ekishga o'tgan jonivor. Bo'yi ham akalar endi metrimiz yo'q ekan, taxminan 95 sm ga beraveramiz bo'yini ham akalar. Telefon qilsalaring, realniy olaman deganlar telefon qilsa, chiroyli qilib bo'yini, uzunligini o'lchab ko'rsatib beriladi akalar. Mana. Bemalol telefon aloqa chiqarasizlar. Bu qo'chqorimizga akalar 10 million narx aytishyapti. Akalar, hech kim aytganini sotmagan. Bemalol telefon aloqa chiqarasizlar, kelishda beriladi. Mana akalar, 10 million kami bor akalar. Uyog'ini o'zlaring topib olasizlar. Video syomkalarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.